To'lqin Rahmonov Mustaqil O'zbekiston bojxonasining asoschilaridan biri desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Xizmatga yangi kirgan barcha yosh ofitserlar qatori faoliyatini bojxona postida boshlagan leytenant Rahmonov barcha muhim vazifalarni birma-bir bajarib, post boshlig'i darajasiga ko'tarildi. Undagi iqtidor va salohiyatni yaxshi anglagan rahbariyat Davlat bojxona qo'mitasining markaziy apparatiga boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Bu davrga kelib tizimni tubdan isloh qilish, soha qonunchiligini mukammallashtirish, umuman bojxonani mustaqil organ sifatida shakllantirish talabi qo'yilgan edi. Bu borada To'lqin Rahmonov eng katta tashabbuskorlardan biri bo'ldi. Soha rivojiga qo'shgan hissasi va yillar davomida orttirgan tajribasi, hamkasblari va shogirdlarni o'z ortidan ergashtira olgan To'lqin Rahmonov keyinchalik boshqarma boshlig'i lavozimiga tayinlandi va 2000-yilda 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan mukofotlandi. Bu davlat mukofoti uning bojxona tizimini rivojlantirishga qo'shgan ulkan xizmatlarining prezident tomonidan e'tirofi edi. 2001-yilda esa qo'mita raisi o'rinbosarligiga, 1 yildan so'ng esa undan-da mas'uliyatli Toshkent shahar bojxona boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlanib, 5 yil davomida poytaxt uchun xizmat qildi. Keyinchalik Oliy harbiy bojxona institutida yoshlarga ulkan tajribasini o'rgata boshladi va kafedra boshlig'i sifatida faoliyatini davom ettirdi. Nafaqaga chiqqandan keyin ham shogirdlari va bojxonachilar uchun yordamini ayamadi. Bir so'z bilan aytganda, polkovnik To'lqin Rahmonov armoni yo'q ofitser, sadoqatli davlat xizmatchisi, mustaqillikning ilk yillaridagi talotoplarda davlat xavfsizligi va barqaror iqtisodiyotiga hissa qo'shgan oddiy xodim va rahbar sifatida bojxona xizmati tarixidan munosib o'rin oldi.